Ka'bani birinchi marta ko'rganingizda qanaqa taassurot bo'ldi? Ishingizdan nimalar o'tdi? Mayli ko'p narsa o'tdi, tushuntirib beraman. Umuman, boshqacha ko'zlaringizga yosh keldimi? Zo'r. Ana endi tasavvur qiling, to'g'ringizda Ka'ba va yoningizda otangiz va onangiz turibdilar. Ota-onangizga nima degan bo'lardingiz o'sha payt? Umrlarini oxirigacha cho'qqa olib kelib, shu bir ularga bir eng bir nima deydi? Shu ishonadigan o'g'illar bo'lishlarini xohlardim. Men banishisini ichaman, har doim shotutni o'z butikaligini ko'ramiz. Bitta xonada turibmiz. Xalalning ustida 50 ta turibdi-da. Yo'q, hammasi mayli. Har kuni turaman. Ikkita yo'qda. Aka to'xtay dedi men. Endi ana bitta suvni puliga ham bu yerda joy namoz berar ekanda, mana bu mushkambar berar ekan. Pul ishlatmayman-da suvga 5 realga mana bunaqa narsa olaman-da. Sekin kirib xonadan suv olib chiqaman. Yoqdimi aka? Zo'r, shot. Boringizga